vatandan kelgan uchurlar. Uyg'ur qiz to'yda chet el fuqaroligidagi biraylar bilan paranglashganligi uchun lagerga elib ketilgan. 2021 yılı 5. ayının 1. günü Uyghur Axbarat Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Aqsu viloyatining Pichan nahiyasidan do'stiga qo'ldosh bo'lib Urumchiga chiqqan bir Uyg'ur qiz to'ydan keyin lagerga elib ketilgan. U qiz to'yda faqat 2 soat atrofida qiz yigit ustilida o'ltirgan bo'lib, shu ustalda o'ltirgan G'arbiy Turkiston fuqaroligida biraylar bilan paranglashgan bo'lganligi uchun gumonliq sanalib tutqun qilingan. G'arbiy Turkistonlik shaxsning Uyg'ur yoki emasligi ma'lum emas. Shu ishdan keyin Xitoy doiralari u qizning urug' tuqqanlari, qo'shnilari, aralashadigan odamlarni o'z ichiga olgan ko'plagan kishilarni 7 oylik muddat bilan lagerlarga elib ketganligi va bu ishning Pichanda zo'r g'ulg'ula paydo qilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy şirkati Sharqiy Turkistonning Turpan viloyatida zo'r ko'lamdagi ahli iqtidorli zavod qurmoqchi. 2021 yılı 5. ayının 5. günü Uyghur Axbarat Merkeziga kelgan bir sinliq uchurda bildirilishicha, Xitoyning Jiangsu o'lkasidagi Longlichi Biotexnik cheklik şirkatining Sharqiy Turkistonning Turpan viloyatida 6800 mo ko'lamdagi g'oyat zo'r ahli iqtidorli zavod qurmoqchi bo'lganligi va bu shirkatning barliq mahsulotlarining bu zavodda ishlanadiganligi bildirilgan. Uyg'urlarning bu zavodda arzon baholiq ishchi bo'lib ishlaydiganligi taxmin qilinmoqda. Sharqiy Turkistonning Shixanzi shahridagi zo'r ko'lamlik zavodlarda ishlaydigan Uyg'urlar maoshini ola olmagan. 2021 yılı 5. ayının 6. günü Uyg'ur Axbarat Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonning Shixanzi shahridagi qurilgan zo'r ko'lamlik zavodlarda Manas, Savan atrofidagi Uyg'urlar ishlaydigan bo'lib, ular 6 aydan 8 oygacha bo'lgan maoshini ola olmagan. Undan boshqa Manas, Savandagi Uyg'urlarning qoro joyliq uylari majburiy chiqib tashlanib, bino uylarga ko'chirilganligi ma'lum bo'ldi. Yaponiya korxonalari Uyg'ur majbur amgiga aloqador Xitoy sheriklarini boykot qilishni planladi. Yaponiya Forward xabarlar to'rining 30 aprelgi xabarida deyilishicha, dunyo miqyosida Sharq Turkistondagi majbur amgakka bo'lgan tanqid kunsiri kuchaygan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turgan shirkatlardan o'ch elishi andish paydo qilmoqda. Yaponiya shirkatlari Uyg'ur majbur amgiga aloqador savdo sheriklari bilan bo'lgan munosabatni to'xtatishni qaror qilgan bo'lib, Xitoyning yapon mollarini boykot qilish orqali o'ch elish andishisi bu shirkatlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Avstraliya strategiyalik tadqiqot o'rnining 2020 yil e'lon qilgan doklatiga asoslanganda, dunyodagi 80 dan ortiq oldin qatordagi shirkat Uyg'ur majbur amgiga aloqador bo'lib, buning ichida 14 Yaponiyada ekan. Bu shirkatlarning bir qismi Uyg'ur majbur amgiga chetishlik ekanligini rad qilgan yoki jazmlashtirilmaganligini aytgan bo'lsa-mu, ko'pinchisi kishilik huquq dafsanchiligi bilan shug'ullangan har qanday savdo hamrohi bilan savdo qilishni to'xtatganligini bildirgan. Xitoy hukumati chet ellarga tajovuzchiligini texnik kuchaytiryapti. Amerika ovoz to'rining 2-maydagi xabariga qaraganda, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken CBSning ziyoratini qabul qilgan bo'lib, ziyorat davomida Blinken Xitoy hukumatining yaqindan beri chet ellarga tajovuzchiligini kuchaytirayotganligini va texnik ko'p qarshilik harakatlar bilan shug'ullanayotganligini o'ttirib qo'ygan. Blinken yana Xitoy hukumatining yaqinqi bir necha yildan beri davlat ichida bostirishni, chet elda bo'lsa tajovuzchilikni kuchaytirishning bir haqiqat ekanligini tilga olgan bo'lib, Xitoyning bu yo'lsiz harakatlarga sukut qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. Xabarda deyilishicha, Bayden hukumati Xitoyni tashqi siyosatdagi eng chong raqobatchisi deb tonigan bo'lib, Bayden oldingi chorshanba kuni parlament qilgan so'zida Amerikaning Hind Tinch okeanidagi harbiy kuchini saqlab qolish va Amerikaning texnik taraqqiyotini ilgari surishga va'da bergan. Yangi Zelandiya Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan vahshiylikni irq qirg'inchilik deb atashdan chekindi. Muhofizatchi gazetining 4-maydagi xabariga qaraganda, Yangi Zelandiya parlamenti Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb atashdan chekinganligini, uning o'rniga kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risidagi munozirani kuchaytirganligini bildirgan. Xabarda tashqi ishlar ministri Nanaya Mahutaning bayonot e'lon qilib, bu bir ichinishli ahvol, lekin biz qiyin masalalarni munozir qilish uchun bayonlarimizni yumshatishga muhtoj deganligi tilga ilingan bo'lib, Yangi Zelandiya hukumati Sharq Turkiston to'g'risida texnik qattiq pozitsiya bildirishda
davlat ishchi va xalqaro ittifoqdoshlarining besimi uchirgan. Xabarda ko'rsatilishicha, hozirga qadar Yangi Zelandiya hukumatı kishilik huquq va'dasi bilan eng chong savdo hamrohining talabini tampinlashtirishga urinib kelgan bo'lib, 2020 yilning oxirida Yangi Zelandiyaning faqat Xitoyga eksport qilgan tovarlarning qiymati keyingi 4 chong savdo sheriki bo'lgan Amerika, Angliya, Avstraliya, Yaponiyaning yig'indisidan eshib ketgan. Xitoy O'rta Sharq davlatlaridan foydalanib Sharq Turkistondagi qilmishlarini yapmoqchi. Diplomat jurnalining 5-maydagi xabariga qaraganda, 26 aprel Xitoyning zuoni bo'lgan CJTNning Pakistanning Xitoyda turishliq bosh elchisi Moin Ulxaku bilan bo'lgan suhbat dokladini e'lon qilgan bo'lib, dokladda bosh elchi Xitoy hukumati Sharq Turkistonda hech qanday zo'ravonlik sodir qilmaganligi, Sharq Turkiston xalqining erkin, bayashat yashayotganligini bildirgan. CJTN dokladining Amerika va Yevropadagi bir qism davlatlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlarga qarshi jazo yurgizayotgan vaqtda e'lon qilinishi Xitoy hukumatining O'rta Sharqdagi musulmon davlatlarni o'ziga jalb qilish orqali o'zining Sharqi Turkistondagi razil siyosatining mohiyatini xiralashtirmoqchi ekanligini ko'rsatib berdi. Xitoy o'tgan yili Xitoy Arab hamkorlik munbiri chaqirgan va O'rta Sharqdagi musulmonlar ko'p yashaydigan davlatlar bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishga boshlagan. Xabarda yana bu ahvolda Bayden hukumati yolg'iz Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishiga qarta jazo yurgizmay, bu masalani O'rta Sharqdagi sheriklari bilan bo'lgan diplomatik aloqadami o'ttir qo'yish kerakligi tilga olingan. Xitoy kishilik huquq jihatda o'ziga qarshi yo'l tutgan dangliq korxonalarga zarba berishni davomlashtirmoqda. Bloomberg to'rining 6-maydagi xabariga ko'ra, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini bostirishiga qarshi xalqaro markalarning Xitoyni boykot qilishi sababli Adidas, Nike qatorliq dangliq kiyim-kechak markalarining Xitoydagi setilish miqdori zo'r darajada tushib ketgan. Bu Xitoyning kishilik huquq jihatda o'ziga qarshi maydon tutgan dangliq korxonalarga bergan zarbasining namoyandasi ekan. Uyg'urning Levitallari 1930-yillarning beshida Yuriy Levitan ismli 19 yoshlik bir Yahudi yigit ming bir arzu armonlar bilan Moskvaga qadam bosadi. Uning arzusi kino studiyasida ovoz artisti bo'lish edi. Ammo uning o'zgacha talaffuzi tufaylidan ovoz artistligiga tanlana olmaydi. Keyin u radio diktorligiga odam qabul qiladigan bir e'lonni ko'rib qoladi va ta'limni sinab baxmoqchi bo'ladi. Levitan bir radio stansiyasiga vaqtli xizmatchilikka qabul qilinadi. Bir kuni uningga bir maqolani o'qish vazifasi topshirildi. Bu dal yarim kechadan oshgan vaqt edi. Odatda xeyli kashlargacha uxlamay radio anglag'ach ishini qildigan Stalin tasodifiy Levitanning radiodagi ovozini anglab yoqtirib qoladi va darhol buyruq tushirib uni toptirib Moskva radiosining diktorligiga belgilaydi. Keyinchi Levitan Sovet ittifoqi Uchuv idorasining asosliq bayonotchisi bo'lib, butun xalqaroliq va mamlakatlik zo'r voqealarni e'lon qiladi. Levitanning ovozi butun Sovet xalqiga tonish ovozga aylanib, u Stalinning e'tiborliq bayonotchisi bo'lib qoladi. Yuriy Levitan Sovet-German urushi boshlangandan keyin texmo muhim odamga aylanadi. Natsist Germaniyasi Sovet ittifoqiga hujum qilgan chaqda hatto Stalinmo nima ish qilishini bilolmay bir hafta o'zini odamlardan qochirib yurganda Yuriy Levitan o'z ovozi bilan Sovet xalqiga ilhom berib, tajovuzga qarshi Sovet ittifoqini qo'zg'atishda ajoyib rol o'ynaydi. Stalinmo uning ovozidan ilhomlanib, hushiga kelib, urushga qo'mondonlik qilishga boshlaydi. Urush davrida bo'libmi Moskva qattiq qo'rshav ostiga tushib qolgan mutlaq ko'pchilik kishilar Moskvaning qo'ldan ketishiga ishonishga boshlagan vaqtdami Levitan o'z ovozi bilan Sovet xalqiga umid beg'ishlab, Moskvaning qo'g'dilishi uchun ajoyib to'p qo'shgan. Rus generallari uni ta'riflab, Levitanning ovozi 10 diviziya askardan kuchli deb baho berishgan. Hitler Germaniyasi Levitanga shunchalik diqqat qilgan ediki, uni Sovet ittifoqidagi birinchi nomerlik dushman deb qaragan edi. Hatto Stalin uning keyindan ikkinchi nomerlik dushman qatoriga tizilgan edi. Germaniyaning tashviqot ministri Goebbels Levitanga shunchalik qiziqqan ediki, uni tutib akilish uchun ko'p harakat qilibmi, g'alaba qozona olmagan edi.
Geplesning maqsadi Moskvaning Germanlar tarafidan ishg'ol qilinganligi xabarini Berlindan Levitanning ovozi bilan jakarlash va Sovetliklarni ro'yi jihatdan to'liq mag'lub qilish edi. Levitan Sovet ittifoqida shunchalik qo'dalgan ediki, uningga munosabatlik har qanday uchur davlat maxfiyatligiga oid eng maxfiy uchurlar qatorida edi. Levitanning rasmimi qat'iy maxfiy edi. Uning qayerdan anglitish berayotganligimi bir maxfiyatlik edi. Hatto Moskva German aeroplanlari tarafidan qattiq bombardimon qilinayotgan eng umidsiz minutlardami Levitanning umid beg'ishlug'uchi ovozi allaqanday yerlardan uzilmay yangrab turgan edi. Boshqalar Stalindan urush qachon oxirlashidi deb so'raganda, Stalin ma'nilik qilib Levitan jakarlaganda deb javob beradi. Levitanni eng mashhur qilgan ish 2-Dünya urushining oxirlashganligining Berlindan jakarlanishi edi. Levitan Sovetning g'albisini, Berlinning ishg'ol qilinishini, urushning oyoqlashganligini Berlindan dunyoga jakarlagan edi. Yuri Levitanning "Diqqat, Moskvadan chaqiriq qilyapmiz" degan ovozi butun Sovet xalqining eng'iga singib ketgan edi. 2021 yil 5-oyning 3-kuni Xalqaro axborot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilingan dokladga qaraganda, Xitoy axborot erkinligi jihatda dunyodagi 180 davlatning ichida 177-o'ringa tushgan bo'lib, Xitoy tutqun qilgan muxbirlarning ko'p qismi Uyg'urlar ekanligi ma'lum. Xitoy navbatdagi Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun Uyg'urlarning butun ovozini, hatto chet ellardagi Uyg'urlarning ovozini o'chirmoqchi bo'lyotidi. Mayli Xitoy Uyg'urlarning ovozini bo'g'ishga qanchalik kuch sarf qilsin, Xitoyning zulmi chekiga yetgan sari Uyg'urning ovozi kuchayib bormoqda. Amerika poytaxtidan anglitish berayotgan Erkin Osiyo radiosiga to'plangan Uyg'urlar bugun har qachonqidinmi ko'p va sarxil bo'lib, bu yerda Uyg'urlarning ovozini yangritayotgan Uyg'urning Levitanlari Xitoyning yuragiga xanjardek sanchilib turmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabarlarini Sharq Turkistondagi Uyg'urlar asosan anglay olmasligi mumkin. Ammo bu yerdan tarqagan Uyg'urga umid beg'ishlovchi ovozlar dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga ishonch va jasorat beg'ishlaydi. Tilimizni jonliq saqlab turadi. Undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar qurgan taratqular va turli programmalar Uyg'urning ovozini dunyoga yangritib, Xitoyga zarba bermoqda. Uyg'urlarning ichida shundaqmi fidokor kishilar borki, ularning hamma odamga tonish bo'lib ketgan ovozi Uyg'urlarning milliy ro'yini urg'itsa, Xitoyga o'q bo'lib sanchilmoqda. Ular uyda ham ona, ham ota bo'lib, balalarini millat uchun xizmatga otmoqda. Kunduzi xizmatini ishlab, maktabida o'qib, qolgan vaqtini millatga xizmat qilish bilan o'tkazmoqda. Nurg'un Uyg'urlar bu tunish ovozlarning bir kuni Uyg'urlarning mustaqilligini e'lon qiladiganligiga ishonadi ham shuni umid qiladi. Ota-onasining urug' tuqqanlarining izdirkini surishtirib, ovozini chiqarayotgan, taratqularga so'zlayotgan, guvohlik berayotgan, jinini olqiniga elib qo'yib, Uyg'urning davosini qilayotgan har bir Uyg'ur Uyg'urning Levitanidir. Uyg'urning bu suyimlik qahramonlari Uyg'ur tarixining eng shonliq sahifalariga yoziladi. Erik yo'lidagi qismatlar. 2 qism. Xitoy, Laos, Vyetnam chegarasidagi jafoliq minutlar va jiddiychiliklar. Adiljon va uning 4 hamrohi Sharqiy Janubiy Osiyo ellari orqali uzoq mezgillik qoshqulluq mushaqqatlarini beshidan o'tkazib, oxirida Turkiyaga kelib yerlashgan minglagan Uyg'urlarning biri. Bugun biz uning Xitoydan chiqqandan keyingi tunji sarguzashtlari bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Adiljon va hamrohlari Shinjin orqali Hong Kongga yoshirin o'tib ketishga
ko'zi yetmagandan keyin shu yerdagi qochoqchi Xitoylarga pul berib, shularning vositasida Vyetnam chegarasidan odam qochirdigan Xitoylarni izlab topgan. Biroq bu qochoqchilar kishi beshiga bakli yuqori baho qo'yib olg'ashqa, 5 yigit amalsiz boshqa yo'llarni izlanib topmoqchi bo'lgan. Uning ustiga shu chog'larda Xitoy bilan Vyetnam orasida dengiz tavalligi masalasida surkilish xeyli kuchayotgan bo'lg'ashqa, salomat o'tib ketish ehtimolimi ancha yuqori emas edi. Shunga ular bu qitim Yunnandan Laosga odam qochirdigan Xitoylarni topgan. U chog'da ishki Xitoyda chet elga hijrat qilganlarni yo'lga soladigan maxsus yo'lovchilar bor edi. Dastlabda Guangzhou tarafga berib, u yerdan qochoq yo'l tepib, Malayziyaga bevosita o'tib ketmoqchi bo'lib, mag'lub bo'lganlarga qarata yo'lovchilik qiladigan u kishilar Vyetnamga saq akirib qo'yish badaliga har bir odamdan 30 ming so'm haq talab qilgan. Afsus, 5 yigitda aran 60 ming so'mla bor edi. Shuning bilan ular bu yo'ldan voz kechib, Yunnan taraf bilan chiqib ketmoqchi bo'lgan. Bu yo'l uchun ular yo'lovchilarga jami 50 ming so'm berishga kelishgan. Odiljon shu chog'dagi ahvolni aslab mundaq deydi. Biz Laosga yetib borgandan keyin Xitoylar bizni shu yerdagi yana bir odam qochoqchisiga o'tkazib berdi. Ular bizni Vyetnamga o'tkazdi. U yerdagi qochoqchilar bizni Vyetnamdan Kambojaga, Kambojadan Taylandga o'tkazdi. Bütün keçiş yo'limiz zanjirsimon holatda bir-biriga ulangan bo'lib, bu Sharqiy Janubiy Osiyo elleridagi musofirlarni qochiradigan maxfiy yo'llarning biri ekan to'q. Kunmingdan mangdigan chog'da qarindoshlarimiz meni ko'p ish ko'rgan, keçiş tajribasi bor deb qarab, safar jarayonida qolgan 4 birodar qarindishimizga boshliq qilib qo'ydi. Shunda qilib, og'ir mas'uliyatni yelkamga ilib, yo'l bo'yi safardoshlarımga hamdamda bo'lib, bu keçiş safariga otlandim. Ba'zida kunduzi, ba'zida kechsi yo'l yurib, davlatdan davlatga yo'shirincha o'tdik. Vyetnam chegarasida 7 kech kunduz osh va suvsiz qoldik. Laos chegarasida ming o'lib, ming tirildik. U yerdan Vyetnamga o'tkichimi o'xshash his tuyg'uda bo'ldik. Ishqilib, bu yo'lda bizning Allohdan boshqa hech bir tayanchimiz yo'q edi. Xulos qilganda biz erkinlik uchun va hur yashash uchun jonga zomin bo'ladigan g'oyat zo'r tavakkulchiliklarni qilgan edik. Chunki qo'limizda hech qanday kimlik va salohiyat genişkiler yo'q edi. Navoda qochoqchilar yoki yerliklarning niyati buzilsa, ular bizni baharaman untinsiz yo'q qilib yetalaydi. Shunda qilib ular Yunnan orqali yo'lga chiqqan. Xitoylar avval 5 yigitdan har holda chabdasirek deb qaragan 3 yigitni oldin chegaradan o'tkazgan. Uzun o'tmay qolgan ikkalanmu salomat yetishib kelgan. Bu jarayonda ular ming o'lib, ming tirilgan. Shunda qilib Guangzhoudan Guangxiga kelib, Vyetnamga o'tib ketgili bo'ladigan 7 chegara eg'izini yo'shirin ko'zitib, 7 kech kunduz ochliq va uyqusuzlikqa bardoshlik bergan azmatlar Kunmingga kelib bir kun turib, atsi Kunmingdan chegaraga borganda ularni kutib turgan qochoqchilik sodisi qiladigan Xitoylar bu 5 yigitni har xil yo'shirin yo'llar bilan Laosga o'tkazgan. Ondan Laosdagi qochoqchilik qiladigan Xitoylar bu yerda Vyetnamga o'tib ketish uchun ücret saqlayotgan boshqa Uyg'urlardan her 15 kishini bir guruh qilib tizib, ularga bir Uyg'urni boshliq qilib, oz-ozdan maxfiy holda Vyetnamga o'tkazgan. Odiljonning hamrohlaridan Jaloliddin ayni chog'dagi ahvolni aslab mundaq deydi. Biz pul to'lab o'tgan bu qochoq yo'l shu yillarda bakmi jallangan ekan. Ammo keyincha bu yo'llarning butunlay degidek taqalganligini angladik. Bu keçiş safari hayotimdagi unutilmas bir kechirmish bo'ldi. O'ylab baqsam, million puli bor kishilar pul xarjlabmi bu jafoliq safarda biz his qilgan shu ajoyib tuyg'ularni
his qila olishni atayin. Chunki bizning qalbimizda odamdek hur va erkin yashash Alloh bergan voz kechilmas haqlarimizni qo'g'dab baxtli turmush kechirishdan boshqa niyat yo'q edi. Yurtimizdagi reallik va Xitoyning taqiblari bizning o'z tuproqimizda erkin yashashimiz va diniy e'tiqodimiz bilan kun kechirishimizga yo'l bermadi. Shundaqkan bizning hijratdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Shunga biz bunda qo'rqinchli va xatarlik safarga tavakkul qildik. Biz 2013-yili Xitoyning janubiy o'lkalaridan qochib o'tgan dastlabki kishilar to'pi bo'lganligimiz uchun Sharqiy Janubiy Osiyo ellarida davlatdan davlatga, chegaradan chegaraga o'tib, tez suratda safar qildik. Alloh panohlik berib, bu safarda soqchilarning qo'liga tushib qolmadik. Bizdan keyin yo'lga chiqqanlarning ko'pinchisi yoki Vyetnamda yoki Taylandda tutilib qopti. Hatto 2014-yili 18-aprel juma saharda Xitoyning Guangxi avtonom rayonidan Vyetnamga o'tmoqchi bo'lgan 16 Uyg'ur musofir Vyetnam chegara xodimlari tomonidan o'qqa tutilib, oz deganda 7 odam o'lgan. O'lganlarning oz deganda 5 nafari Uyg'ur, 2 nafari Vyetnam soqchisi ekanligi faraz qilingan. Texmi yomon bo'lgani, biz Vyetnamdan chiqib ketib, bir oy bo'lmayla 27 yanvar kuni Turkiya fuqarosi bo'lgan 21 yoshli Abdullajon va dadisi Abdulmennan Xanoy xalqaro aerodromidan Turkiyaga uchadigan chaqda Vyetnam soqchilari Abdullajonni va uning bilan birga safarga otlangan va qonunliq turk pasporti ko'tirgan qolgan 3 nafar Uyg'ur yoshni biroqla tutqun qilgan. Xitoy soqchilari 2014-yili 9-oktyabr Abdullajonning Guangxidagi Pingshan turmusida o'lganligini oilasiga xabar qilgan. Bizning guruhida faqat 13 kishi bo'lg'achqa, biz yetib borgan yerimizda uzun turmay tez suratda safarni davomlashtirdik. Xitoyning janubiy o'lkalaridan toki Bangkok yoki Kuala Lumpurgacha so'zilgan bu qochoq yo'lda odam bediklari zanjirsimon holatdagi bir kechish to'rini hosil qilgan ekan. Ular faqat pulni to'naydigan kishilar bo'lib, qayerga yetib borsak, shu yerdan bizni elib, usti yepiq mashinalar bilan orqa yo'llardan yangi manzilga yetkazdi ekan. Biz mushundaq menib bir haftada Taylandga yetib bordik. Undaqda 5 yigit Xitoydan chiqib Laosga joylashqicha, u yerdan Vyetnamga kirgicha, oxirida Vyetnamdan Kambodjaga o'tib ketgicha qandoq xatarlarga va qo'rqinchli hodisalarga yo'liqdi. Ular bu krizislarga qandoq muomala qildi va qiyinchiliklarni yo'li bilan qandoq hal qila oldi. Buningga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli kelar qitimliq aslimalarda bo'lsin. Acayip hayandım, ayağımda uzak yolum. Var acayip hayandım, ayağımda uzak yolum. Ayağımda uzak yolum. Yeter çalayım kaçandır, ayağımda uzak yolum. Ayağımda uzak yolum.
uzak 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 Yaşarmış her işte üzüldü güneşte Saçlarımda kondu kar Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak yol Uzak 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 Başımda manganken Hasretlikiye kanganken Bu başımda manganken Hasretlikiye kanganken Ömür uzun ömür verdi Ayağımda uzak Ömür uzun ömürdür Ayağımda uzak yol Ayağımda uzak 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 uzak